Qaysi xona? Bu yo'q olasizlar. Chaqirib oringlar. Yo'q oringlar. Qo'sh qo'rqoqsizlar. To'rqut qo'ysin. Boshqacha. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onam. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onam. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmatning bor, yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmatning bor, yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmatning bor, yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammalarga yoqimli ishladir. Issiqlarda sovqatmayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Tinchmisizlar? Xola, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamayapsizlar? Tinchmisiz? Tug'ilgan kunlaringiz bilan, shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xolasa uzoq umrlar ko'ringlar, hech qachon qarimanglar, kasal ham bo'lmanglar, chunki sizlarda qarishlikka ham, kasal bo'lishlikka ham haqqinglar yo'q. Xudo xolasa bu O'zbekistonimizda hech qaysi tug'ilgan kunni to'rtsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Xola hayotingiz to'rtta shirin bo'lsin degan maqsadda shu farzandlaringiz tomonidan bu farzandlarni shunaqa surpriz qilishni yaxshi ko'rar ekanda. Bizda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib kuzatib niyat qilgan joyi bor ekan, niyati amalga oshib shu yerga yetib kelyapman, xudo xolasa. Salomat bo'lsanglar, sog' bo'lsanglar, yuzinglardan kulgi arimasin, tabassum arimasin. Dilinglarda, yuraginglarda nima niyatinglar bo'lsa, Xudoyim hamma niyatinglarga yetkazsin. Sizlar ham ich-ichinglardan niyat qilib ko'rasizlar. Sizlarda ham shunaqangi yaxshi kuninglarda, chiroyli kuninglarda bundanda katta podarkalar bilan kelib sizlarni ham xursand qilib ketishlik bizni tabrik asaka jamoasiga nasib qilsin va shu kunlarga yetkazsin, Xudo xolasa. Xola qarang, hozir bitta niyat qilib qo'ydim.
Xudo xolasa 100 ga kirganingizda ham bizni shunaqangi chiroyli davralarda hech qanaqa hassasiz, qarimagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatida kelinglar ukalarim deb kutimiz kelaylik, tabriklaylik, shukrlarga yetsin. Xudo xolasa umr safarlariga, katta hojilarga sertifikatlar qilib berishsin. O'zimiz ism familiyalargacha o'qib, topshirib jo'nataylik. Borib kelganinglarda uzun qizil daroshkalarda, oppoq kiyimlarda chiroyli ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik. Bizni tabriyasiga, oilasiga nasib qilsin va shukrlarga yetkazsin. Va yana bitta niyatimni qo'shyapman. Xudo xolasa bitta chiroyli Inamarka mashinasiga. Sog'ib bo'lganman. Bo'lganmisiz? Bo'lmasa undan ham kattaroq. Undan ham kattaroq Inamarka mashinasiga oldiga onajonimga deb yozib olib kelishsin. O'zimiz o'sha Inamarka mashinasini kalitiga chiroyli qizil bandiladi. Chunki mana ona deb chiroyli qo'shiqlar bilan topshirib shukrlarga yetkazsin. Bitta duo qilib qo'ying, ona. Duo qilib qo'ying. Aqloring. Aytgan hamma niyatlaringizga Allohim va farishtalar amin amin amin. Mana hammamiz bitta odam hizrli inson bo'lishimiz davramizda asha hammani duolari ijobat bo'lib ketishi mumkin-da. Mana ko'pchilik duo qilyapmiz. Ilohim siz aytganlaringizdan-da, opam o'ylaganlaridan-da, farzandlari kutganlaridan-da Allohim ziyoda va eng afzal oliylarini bersin Robbimiz. Opam har doim mashhurlarimizda mashtaqa aziz mukarram bo'lib, farzandlarini ardog'ida Allohim hifz himoyasida bo'lib, hamisha shunaqa go'zal bo'lib yursin. Yurtimiz tinch bo'lsin, ilohim osmonlarimiz musaffo bo'lsin. Eng yomon dasturxoningiz mashi bo'lsin, opa. Alloh salomat bo'lsangiz bo'ldi, sog' bo'lsangiz bo'ldi, yuzingizdan kulgi arimasin, tabassum arimasin. Qaranglar, o'sha xolamning yuzida qon yurmadi emas, yugurdi podarkalar. Ha, xola? Boshim shikarli podarka gibi kutilmaganda shunaqa surpriz holatlar odamni sal g'alatiroq qilib qo'yadi-da. Xudo xolasa doimo salomat bo'lsin. Mana chiroyli podarkalar. Gullar ustida pullar. Ayol kishi guldan yangilik bo'ldi ekan. Doimo salomat bo'lsangiz bo'ldi, sog' bo'lsangiz bo'ldi. Nechta farzandlar? Hozir 3 ta. Qarang, hozir uchala farzandingizni nomidan va sizlarning ham farzandlaringlarning nomidan bitta chiroyli she'rim bor. Yo'q demasanglar chiroyli. Sizlar uchun Kelin dilabor, o'tayman. Keling, o'ting. O'tayman. Ya hammasi o'lyapsizlarmi? Sizlar uchun Xudo xolasa zamingi farzandlaringlarning nomidan qabul qilasiz. Boshim qo'yay bugun pok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jonim, boringizga shukr deyman, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim yor yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimdasiz, doim mening jonimdasiz, qayda bo'lsam xayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz, boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona, boringizga. Or qilaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan noyon jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan, boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr ona, boringizga. Boringlarga shukr qiladigan shunday farzandlar, yaqinlar hammasi salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Oqibatinglarga hech qachon ko'z tegmasin. Xudo xolasa sizlar ham doimo salomat bo'lib yursanglar, shuni o'zi katta vaqt endi yana bir dona qo'shiq chiqdi. Yo'q, hozir yana bir dona qo'shiq bor. Ayting desanglar aytaman. Aytmen desanglar uni bajib aytadi. Eshitgan bo'ladi. Yo'q, bundan keyin sho'g'ini ham qilmayman. Yarim oqshom kichi bola beshigini, ona qalbi bo'linadi dunyolarga. Farishtalar oching jannat eshigini, tonggacha ulaydi onalarga. Onalarni
Yuragida dard oshkor qilmas onam bolam deb onam jannatim onam g'am ko'rmasin dediz bolam boringizga shukr onam kunlar tushdi boshiga oq oraladi sochiga Allohim yosh qo'sh yoshiga onamni ko'nglim yarim qilmagin onamdan ayirmagin panohingda asragin onamni yuragida dard oshkor qilmas onam bolam deb onam jannatim onam g'am ko'rmasin dediz bolam boringizga shukr onam bu jonli ijro va boshqacha odam mazza qiladi. Doimo Xudo xolasa salomat bo'lsanglar bo'ldi. Sog' bo'lsanglar bo'ldi. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa qaranglar, hammanglarning telefoninglar bo'lsa, Instagram sahifanglar bo'lsa, Tabrik asaka desanglar chiqadi. Tabrik asaka desanglar. bilan yozsangiz sразу chiqadi, tabrik Ha, shunday hashtag siyosatdan chiqaveradi. Tabrik asaka desanglar chiqadi. YouTube'da Izzatullo Azimjonov chiqadi, Telegramda ham Izzatullo Azimjonov desanglar chiqadi. O'zbekchada yozaverasiz. Ha, tabrik asaka Xudo xolasa salomat bo'lsangiz bo'ldi. Xola, bugungi kunda qahramonisiz siz. Bugungi kundagi chiroyli dasturxonlar chiroyli, podarkalar chiroyli, gullar chiroyli, jonli ijrodagi qo'shiqlar, she'rlar, tabriklar. Faqat xola siz uchun Xudo xolasa bugundan boshlab miyangizda qanaqangi g'am tashvishingiz bo'lsa, xola bir chekkaga shunday chiqarib yuborasiz-da, hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasangiz, shuni o'zi katta vaqt. Ana Ag'lazoxon aytgandek, yashayversanglar bo'ldi. Xudo xolasa. Yelkangizdan to ag'darilganda bo'ldimi? Biz menga ancha bo'ldi toqadan. Biz maqsadimizga erishdik. Chunki bizim maqsadimiz dunyodagi barcha ota-onani, yaqinlarni biz farzandlari tomonidan xursand qilib, ko'ngillarini ko'tarish. Xudo xolasa yuzingizdan kulgi arimasin, tabassum arimasin. O'zi bu dunyoda ota-onalarimiz uchun qancha e'tibor berib, qancha ko'nglini olib, qancha sovg'a salom qilsak shuncha ekan. Ertaga bu narsalar bizga ham va farzandlaringizga ham farzandlar tomonidan qaytadi. Xudo xolasa yuzingizdan kulgi arimasin, tabassum arimasin. Hayotingizda faqat shunaqangi xursandchilik kuninglar ko'p bo'lsin. To'y bo'lsin, bizni Tabrik asaka oilasini aytish albatta esingizdan chiqmasin. Xizmatinglardamiz. Endi qaranglar, yuragida o'ti bor onalarimiz, opalarimiz bo'lsa, menga chiqsangiz chiroyli qo'shiq beradi. Ha, bu kalonkadan ko'ra bizniki juvonroq maza qilasizlar. Mana qo'shiq beray, opa ayting. Chiqinglar, shu qo'shiq bo'ladi, rostda. Ketdik, mana bosinglar, chiroyli qo'shiqlar. Ha.
otasi nomi baland, soch qo'ysam kulishadi. Otasini nomi baland, yig'lama muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat yig'lama, yonimda qol yig'lama. Yig'lama muhabbat yig'lama, yonimda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat yig'lama, yonimda qol yig'lama. Ko'pinaring aldabalda, yolg'onchi yo'q. Senga borim bergan edim oy, sevgisi yolg'onchi yo'q. Qo'yga men uni demadim-ku, menga loyiq qilsam demadim-ku. Sendan topdim faqatgina azob, sen hech kimga vafo qilmading-ku. Otalar ekan tosh, yorilar ekan bosh, yorib yoradim dastidan. Yolg'on qo'yib boshqasidan var yo'q, yorib yoradim dastidan. Faqat uni saylab, hammadan avaylab, juda qattiq adashdim. Oqardi sochim, yorildi boshim, juda qattiq adashdim. Ha, hey! Alo, fonogrammadagi qo'shiqlarga qaraganda joy deb odam maza qilaveradi. Salomat bo'lsanglar bo'ldi, sog' bo'lsanglar bo'ldi, maza qilgan bo'lsanglar bo'ldi. Azimjon deysizmi, Azimjon? Izzatilla Azimjonov desanglar chiqadi, xudo xolasa. To'rt ustiga rasa yoshingizni moslab yozib kelibdi xola. 18. Xudo xolasa sizlar go'zal bo'lib yursanglar, xudo xolasa hayot go'zal bo'ladi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Xola bizni shu yerga chaqirgan, olib kelgan shu farzandingizni haqqiga bitta chiroyli duo qilib qo'ysangiz, esdalik bo'lib qoladi, xudo xolasa. Qani, xola? Izzatilla Azimjonovni Telegramda. Xudo bo'lmasdan chiroyli bo'lib yurishni Allohim nasib aylasin. Farzandlarim ham tanijoni sog' bo'lsin. Qo'shganlar bilan qo'sha qarsin. Shu qizimni ham bir nima niyat maqsadlari bo'lsa, Allohim hamisha maqsadlariga yetkazsin. Chiroyli bo'lib, bunga ham bir chiroyli baxtlardan bersin. Allohim hamisha chiroyli bo'lib, yana baxtli Amin deylar. Sog' bo'lsanglar, salomat bo'lsanglar bo'ldi. Tug'ilgan kunni maza qilib yaxshi o'tkazib olasizlar. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat.